Kecha Andijonda biz bosgan biton qo'ygan akalarimizni 2025-yilning oxirida qilgan ishlari bilan tanishtirib chiqamiz. Sizlar mana ko'ryapsizlar, zaborlari, fasadlari juda ham chiroyli chiqqan. Akalarimiz noldan olib o'zlari qilishgan ekan mana. Hozir mana uydagi olib kelganmiz, to'pli pollar qilishyapti, boshqa narsalarni mana tayyorgarlik ko'rishyapti ekan mana. Ko'rib turibsizlar. Plani bilan tushuntirib o'tamiz. Plani kirganimizda mana prixoshka, to'g'ri desa 10 metrga 4 metr bo'lgan kuxna stalovoy bo'yi yetib bo'lsa baland 370 metr qilingan. Bu tomoni bitta oilaga, bu tomoni bitta oilaga qilingan. Mana kirganimizda 3 ta xonalari bor buni. Ta'ddiniy xona, mana namoz xonasi va to'g'rida 4 metrga 4,5 metr bo'lgan spalni joylashgan, ichida sanuzellari bilan. Shunaqa chiroyli bilan o'tkazib olmaslik uchun Andijon uylar kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Ustakamiz buni pastga yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib nima ishlar bo'lsa bitkizsanglar bo'ladi. Plan, proyekt, hamma narsalarni o'zlari qilib beradi. Nima kerak bo'lsa sizlar ishlab bitkizadigan holatlarda qilib berishar ekan.